Mohigul Umir qizi. Mukofotlanganlar orasida Samarqand davlat universitetining amaliy psixologiya kafedrasi assistenti Mohigul Tohirova ham bor. U imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy unvonini qo'lga kiritgan. Ko'rishda nuqsoni bor shaxslar uchun mobil ilova ishlab chiqqan. Prezident Mohigulga mukofotni topshirgach, protokol xizmati xodimlari emas, balki davlat rahbarining o'zi uni joyiga qadar kuzatib qo'ydi. Ayol zaminga nur qo'ygan ayol har kim kuylayolmas navosan ayol. Kayfiyatlaringiz qanday? Juda ham a'lo darajada kayfiyatlarim. Prezidentimizni ikki og'iz rahmatimni izhor qilish dilda maqsadida aytdim. Ya'ni 10 yil oldin, 15 yil oldin ehtimol menga rahm shafqat ko'zi bilan qaragan insonlar bugun prezidentimizni, davlatimizni odilona siyosatlari tufayli, nogironligi bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlaganliklari tufayli havas ko'zi bilan boqyapti. Buning o'zi mening uchun katta muvaffaqiyat. Buning uchun davlat rahbarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirdim. Nogironligimiz bo'lishiga qaramasdan davlatimiz e'tibor beryaptimi? Ota-onam, yaqinlarim, turmush o'rtog'im qo'llab-quvvatlayaptimi? Men endi uyda faqatgina farzand tarbiyasi bilan bo'lishim menimcha to'g'ri kelmaydi. Shu sababli Xudo xohlasa ehtimol Nobelni olmasman, lekin Nobel oladigan yoshlarning Nobel sari qadamlari uchun ko'prik vazifasini bajarishga va'da beraman. Davlat rahbari sizni o'zlari kuzatib qo'ydilar. Albatta. Bilasizmi? Shu davlat rahbarimiz ham ota, u kishi ham men samarqandlik qizlariman deb o'ylayman. Nimalar dedilar sizga prezident? Uzoq muloqot bo'lib qoldi. Prezident nimalar dedi? Sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman mana shu davrada. Sizning ayni o'rningiz, ayni joyingiz davlat mukofotiga loyiqsiz deb aytdilar. Juda ham xursand bo'ldim buning uchun.